beramiz. Ma'lumotlarga kelayotgan bo'lsak, 2020-yilda ishlab chiqarilgan 169 ming yurgan mexanika Cobalt avtomashinamizni olib qolganmiz. Mana ko'ryapsiz, mashina yo'ldan chiqib ketib aylangan holatda Jizzax bilan biz internet tarmoqlarida, Instagram tarmoqlarida ham Jalolota series deb yozsangiz chiqadi. Shu bo'yicha bizga murojaat qilishdi. Avariya holati ustiga borib mashinani sotib oldik. Bilasiz, O'zbekiston bo'ylab shunaqa DTP bo'lgan, qattiq urilgan, yonib ketgan mashina olamiz, sotamiz, topirgan $100 hadyamiz bor. Demak, mavzumizga qaytamiz. Mashina u taraflarini bitta obzor qilib berasiz. Eshiklar archilib yotibdi. Qanday ayanchli darajada qattiq urilgan mashina. Shu mashinani bir haftada mashinaga beraman desam ishonasizmi? Siz ishonsangiz qolganlar ishontiramiz. Xudo xolasa, shu mashinani bir haftada ideal holatda qilib ramaga chiroyli qilib beramiz. Xolasa birinchi ish kuni boshlandi. Bular bilan yetishda boshlaymiz. Xolasa o'zi 2 soat bo'ldi tushganimizga, bular yalang'och chiqibdilar, motorlarga tushibdilar. Yani kuzufimiz öyle kırılmasın diye koyduk. Bir haftada teralarimiz Mustafa? Teramiz. Muxlislar padishga qilib tursa bir hafta bormaydi. Xolasa torpedamizni borolmayapmiz. Asti ehtiyot bo'lmagan qilib telamanlar. Mayda stikerlar turibdi-ku. Xudo xolasa mana yangi kuzufimizga o'zi ko'chirish ishlari boshlandi. Ish ketyapti. Trubkalar o'tkazib olyapmiz. O'zi Cobalt'imizni mana ichki tomonlardan polna torpedan tagi zibor bo'lyapti. Hadovochaslarimiz o'tdi, 2 soatda уже oldin teryapti. Mana ustobomiz teryapti. Oldi qismlarni. Bo'lmasa bugun motorlar qo'yib, mashinani balonga yurg'izib qilamiz. Vilka qayrilib ketganmi? Yangi vilka qo'yyapsizmi? Yangi qo'yapmiz. Yangi vilka, mana yangi stabilizator. Bo'lmasa qo'yilyapti mana yangi vilkalarimiz. Stabilizatorlar bilan qo'yilyapti. Qara, narigi eshikni ochinglarda udobli qilib qo'y. Chizib bermanglar, ketmang. Askar nima bo'lyapti? Xudo xolasa. Shogirdimiz xudo xolasa teryapti shu mashinani. Yangi ramaga ideal holatda bo'ldi mana o'zi pashta tayyor. Hozir laboylarni qo'ysak, motorxonalar, faralar, ustanovka bo'lgan, torpedkalar, chexollar. O'zi mashinamiz yig'ilyapti. Bugun 5-kunmi? Bugun 5-kun, xudo xolasa o'zi mashina 80% tayyor. Mana laboya, obshipkalari, mana qirilib chizilib yotgani o'ta idealni qilib, obshipkalargacha kraska qilib, chiroyli qilib, mana yangi laboylar, original o'zimiz zavodskiy laboydan qilamiz. Xudo xolasa mashinamiz sotuvga chiqadi, ofichi qancha narx bilan chiqish haqida chiroyli video qilib beramiz. Bizlar o'ta ko'pchilik obunachilarimiz so'raydi, pasyalni qora mashin qilganimiz uchun oq mashinlardan polirovka effekt qanday bo'ladi deb ko'pchilik kommentariy yozadi. Mana xudo xolasa bo'lgan joyini sizga ko'rsatamiz.
effekt qanaqaligini mana ko'rib turganlaringizdek oppoq sarapina parapinasi tiniq mashina. Albatta endi polirovkani qilishga bog'liq. Mana обязательно birinchi apparatimizda bunda o'tiladi, ikkinchi apparatimiz o'zi blisk beradi. Shuning evaziga 2 sloy обязательно o'tiladi, yangi mashina bo'lsa. Yeni eski mashinalarga 3 sloy o'tiladi. Xudo xolasa mana effekti hali bu 1 sloy qilingan. Effekti normal. Hozir ikkinchi moylisi bilan qilsa o'ta effekt chiroyli bo'ladi. Biz kuzatib boring. Shunaqa xizmatlar bo'yicha 20 ga xizmatlar. aloqadamiz. Polirovka, keramika, solni zashta, burun plyonka. Yana nima? Divash bo'yicha. Любой soha bo'yicha bor bizda. Motorisimiz ham, elektrigimiz ham, polirovchigimiz ham, kuzovnoy hamma xizmati bor. Avtoservis xizmatini ko'rsatyapsiz. Siz Jalol Avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Hammaga rahmat. Kanalimizga yangisiz obuna bo'lib qo'ying. Jalol Avtoservis YouTube'da nimaga kam bo'lib qoldi degan savollarga. Jalol Avtoservis YouTube'da kam bo'lib qolgani, endi Instagramga asosan videolar chiqaryapmiz. Instagramdan Jalol Avtoservis deb yozsangiz chiqadi. YouTube'ga video olishga to'g'risi ko'p uzoq video olish kerak, shunga vaqt bo'lmayapti. Kommentariyada olib kelyapsizlar avariya mashinalarni. Ularni tayyorlamaysizlarmi sizlar? Faqat sotasizlarmi so'rayapti. Albatta mana xudo xolasa 2020-yilda ishlab chiqarilgan $3300 ga avariya holatda Jizzax viloyatining Cobalt avtomashinamizda olib keldik. Mana buni ramaga boshda videolar qilsak qo'yib boramiz. Ramaga ideal holatda qilib terib, polni shumizlatsalar bilan qilib berganmiz. Mashina qancha rasxodga tushdi, nima bo'ldi deydiganlar uchun mashinamizga $3300 olib kelish generalnisi bilan $3,500 da turgan edi. $800 ga ramasini oldik. Rama suyak, rama deganda suyak golli o'zi. Eshik detal kapot kirlolari bo'lmaydi. Kapot kirlo detallar ham yangi olib, yangi qo'yildi. 3 ta eshiklari o'zi o'tdi. Video davomida o'zi qo'yib borilgan. Polni shumizlatsa qilingan mashinamiz. Salon qismlarigacha mana ko'rasiz, akkuratni qilib, terilib, o'ta idealni chiroyli holatda qilib yig'ib qo'yganmiz mashinani. Monitorchalar ham bor. Monitorchalarigacha, pultlarigacha, polni shumkasigacha, 4 ta diska balonigacha ustanovka qilib qo'yilgan mashinaga. Faqat mana o'rtasida probkasi yo'q ekan, buni probkasini topib qo'ydiramiz. Xo'p, endi aybini aytish kerak-da. Mashinamizga ketgan rasxodlarni aytib ketamiz. $800 ga rama oldik, texpasport almashishi boshqasi bilan $1000 ramani o'ziga ketdi. Qolgan narsasiga yana mashinamizda $2000 pul ketdi. Ofshi mashinaga $3000 rasxod bo'ldi. $6300 ga mashinamiz shu holatiga bizga tushdi. Hozir Buxorodan bizni kuzatib borayotgan muxlisimizga $6850 ga hozir mashinamiz sotuvga qo'yib, generalni davrimiz qilib berib, chiroyli qilib keldik. Sotilishdan oldin bitta video syomka qilib oldik. Buni sotib ham oldingizmi? Sotib ham bo'ldik. Biz video qisqa video chiqaryapmiz. O'shandan o'zi qiziqib kelib ko'rib, obunachimiz ekan bizga ishonib, doira berib, zalog berib ketgan edi. Mashina bitta mana xudo xolasa to'liq pulni berib olib ketyapti. Klientlar bo'lsa shunaqa mashinalar, shunaqa mashinalar terish kerak bo'layotgan bo'lsa ham bizga aloqaga chiqavering. Shunaqa mashina avariya holatda mashina sotaman deydiganlar bo'lsa ham telefon nomeri ekranda qoldiramiz. Bog'lanaverasizlar. Yo mashinangiz avariya bo'lmasin, mamoda bo'lib qolgan taqdirda ham ko'zib qo'yish kerak bo'lsa, o'zi remont qilish kerak bo'lsa 24 ga 7 aloqada, 7 ga 24 aloqada. Siz Jalol Avtoservis kanalini kuzatyapsiz. Kommentariyada o'z fikrlaringiz, mulohazalaringizni kutib qolamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, shunaqa arzon, qiziqarli mavzular o'tkazib yubormaslik uchun Jalol Avtoservis kanaliga Instagram, TikTok, YouTube'ga obuna bo'lib qo'yasiz. Hammaga rahmat.